Qaynonani ham shunchalik sevish mumkinmi? Ixlosim yanada oshdi. Hop, qaynonangiz shunchalik yaxshi ko'rar ekansiz. Keynaymi? Qanday hurmatda? Ha, unga o'zgacha. Shundoq qo'ldan ushlayman-da, jonim deyman. Men seni sevaman. Shuncha yil yashab senga biror marta xiyonat qilmaganman. Sen meni baxtimsan, hayotimsan, najotimsan. Haligi baliq suvsiz yasholmaganidek, men ham sensiz. Ya tövbe. Şu narsani ko'rganimdan ko'zlarim ko'r bo'lgani yaxshimasmi, ha? Senlar ham erkakmisanlar. Bu senlarga lar. Tushunmasang gapiravermagan, qo'yma og'zim bor deb. Men xotinimga aytadigan so'zlarni bunga aytgan edim. Ha, ustoz xafa bo'lmang. O'zi bu Qoramboy Manavimat akani ichi kir, ko'ngli patalsab ketgan. Hamma shunaqa deb o'ylaydi. O'zi o'shanaqa-da. Xotiningni gapirib ko'rsatayotgan bo'lsang, katta ko'chada ham ko'rsatasanlarmi? Keyin hali xotinini birovga gapirib berish bu dayuslik. Dayuslar. Ayvo. Ey, yaxshiyam sen mahalla raisi ekansan. Agar hokim bo'lib qolsa bormi, ha? Bizni biting olmas ekanda. Tupoy rais. Men agar hokim bo'lsam, senlarni mana shu mahalladan haydattirib yuborgan bo'lardim. Bitta yangisi keldi, ijozat. Bitta cho'pon eshakda qo'y boqib yurgan ekan. Keyin bir kishi kelib, "Sen podshoh bo'lsang, nima qilarding?" desa, "Ot minib qo'y boqardim" degan ekan. Ana shunaqa-da u. Rosa kulgim keldi doma. So'rang, nochor oilaga so'rang. Haligi mahallada kam ta'minlangan oilalar uchun fond ajratilar ekan, to'g'rimi? Biz ham shu mahallaning fuqarosi, bizga ham yordam qiling pullardan. O'zingiz yeyvermasdan. Kambag'almiz. Bering. Kambag'almish. Kambag'al. Bilasanlarmi, men senlarga nima deyman? Bilamiz. Pul beraman deysiz-da, ha? Pashli yut. Mayli. Bu safar sen yutding. Shoshmay tur. Har doim men yutganman va yutaman ham. Churbanlar.